108 dirhamga bu gazeta 30 dollarga 10 ming kilometr yuradigan moy qo'yib beraman deyapti. 160 dirhamga 50 dollarga gazeta 15 ming yuradigan qo'yib beraman deyapti va 200 dirhamga 50 dollardan ko'proqga 20 ming kilometr yuradigan moy qo'yib beraman deyapti. Qanaqa moy desangiz, albatta Get the best oil change price with Enoch. Albatta bu Enoch motor moylari. Do'stlar, avtoseriyasiga keldik. Dubayda havo issiq. Dubayda havo nam. Shu 3 ta sharoitga eng zo'r mos tushadigani bu albatta Enoch. Juda ham sifatsiz benzinga ham zo'r tushadi bu. 4 ta faktorga Enoch bemalol javob beradi. Do'stlar, ko'rasizlar, bu mashinaga 0.20 quyilar ekan. 0.20 bu Range Rover eski modeli. Hozir mana shu Enoch moyni quyishdi ichiga. Mr. Tarif, how many kilometers? 15,000? 15 at least. Oh, 15 ming kilometr kamida yurar ekan. 15 mingdan kam bo'lganda alishtirishmas ekan. Kamida 15 ming yurar ekan shu moyda. Changi ham zo'r turib beradi, namligi ham, issiqqa ham, musor benzinga ham вообще zo'r tushib beradi deyapti Enoch. Kamida 15 ming yuradi deyapti do'stlar. Dubay sharoitida. O'zbekistonda bilamiz, Dubaydagi suv emas.